Salom, bugun men sizlarga Ozarbayjon shirin nonni tayyorlashni o'rgataman. Bir kattaroq idishga 1 stakan iliq sut, 1 stakan shakar, 1 stakan smetana, 1 stakandan kamroq eritilgan margarin, 2 ta tuxum, tuz, ozroq dro'jji solib yaxshilab aralashtiramiz. Keyin unga yetarlicha un solib, xuddi mana shunday yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni 30-40 daqiqa dam oldirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz ko'tarilgach, uni 2 bo'laklarga bo'lib, 2 sm dan oshmagan qalinlikda yoyib olamiz. Tuxum sarig'i surish esingizdan chiqmasin. Ozarbayjon nonining o'ziga xosligi uning yuzasiga berilgan chiroyli naqshidadir. Kunjut nonimizga ko'rk qo'shadi. 180 gradusli qizdirilgan duxovkada 30-35 daqiqada pishib chiqadi. Mana issiq Ozarbayjon shirin noni ham tayyor. Juda oddiy lekin mazali, hidi ham, ta'mi ham ajoyib. Nonimizni bo'laklarga bo'lib, dasturxonga tortamiz. Men bu nonni qulupnay, gilos, uzum va shunga o'xshagan mevalar bilan yeyishni yaxshi ko'raman. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.